Bu tobiin ustida bir ulug'lik jamlandi. Otasi Muhammad ibn Abi Bakr. Ya'ni bu kishi Abu Bakr Siddiqning nabirasi. Onasi Forsning oxirgi podshohi Kisro Yazdajurning qizi. Ya'ni Sosoniylar imperiyasining oxirgi imperatori, oxirgi Kisrosi, oxirgi podshohi Yazdajurning qizi. Ammasi Oyisha bint Abu Bakr Siddiq. Qosim ibn Muhammad taqvoli olim kishilardan edi. Birodalar, ilmni cho'qqisi tavhid. Amalni cho'qqisi taqvo. Ilm o'rganinglar. Agar qavmning sayyidi bo'lsangiz, u tufayli faqih bo'lasiz. Agar oddiy kishi bo'lsangiz, ilm tufayli sayyidga aylanasiz. Avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, Banu Umayyaning ulug' kishilaridan bo'lgan xalifa Sulaymon ibn Abdul Malik Ato ibn Abi Rabohga o'xshagan qora quldan chiqqan odamni oldida Ato namozini tugatib olishigini kutib, odob bilan o'tirdi. O'zini hokisor tutdi. Savollarni so'radi va turib ketdi. Nima sabablik bu ulug' inson mana bu qora qulning oldida o'tirdi? Chunki bu qora qulda ilm bor edi, birodarlar. Ilm tufayli mana shunday bir oliy martabaga yetgan edi. Bu tarixni nimaga keltirdik darsimiz avvalida? Hech kim tanimagan, jamiyatda bir mavqega ega bo'lmagan bir faqir kishi bo'lsa, aytamizki, birodar, ilm eshiklari sening uchun ochiq. Agar ilm eshigiga o'zingni ursang, albatta senga bir manzilat ham, martaba ham, hurmat ham, e'tibor ham keladi. Kimdir Alloh taolo nasl nasab bilan erkalatib qo'ygan bo'ladi. Ota-bobosi falonchilar bo'ladi. Kimgadir Alloh taolo mol davlat beradi, shu bilan boshqalardan ajralib turadi. Kimdadir bu narsalar bo'lmaydi. Ammo mana shu narsalarga ega bo'lmagan, bu narsalar bilan agar Alloh erkalatmagan bo'lsa, oddiy odam bo'lsak, ilm o'rgansak, farzandlarimizga ilm o'rgatsak, ularning mavqeini ko'tarishiga biz yordam bergan bo'lamiz. Hamma zamonda, hamma makonda, dunyoning hamma burchagida katta qarorlar, katta yechimlar ulamolarning maslahatisiz bo'lmaydi, birodarlar. Agar inson ilmga bo'lgan intilishini, ilmga bo'lgan rag'batini tark qilsa, o'zini insoniylik martabasidan pasayib qoladi. Chunki boshqa mahluqotlarga berilmagan bitta meza deyiladi arab tilida. Ajratib turadigan narsa ham ilmga bo'lgan intilish. Ukalar, tushuninglar, ilm o'qisak oliy bo'lamiz, dunyo va oxiratda. Agar tirikchilik bilan olib qolsak, bu ham yaxshi. Lekin boyaga aytayotgan martaba manzilat degansiga yetmaymiz. Bu ummat qachon tushib ketdi pastga? Ilm ma'rifatga e'tibor bermay qo'ygandan keyin. Uyi bor, mashinasi bor, tilchi ketyapti, nima keragi bor? Qo'y, tirikchiligini qilib yuraver deb turib ilmdan qaytargandan keyin shu holatga tushib qoldik. Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Madinaning 7 faqihidan biri edi. O'z zamonasini o'tkir zehnli, taqvoli olim edi. Birodarlar, o'tkir zehn. Bu Alloh azza va jalla bandasiga beradigan ulug' ne'mat. Mana hozir juda bir muhim narsani aytaman, diqqat qilib turinglar. Biz avval yashab o'tgan bu ummatning ulug' kishilarining hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, ularni erishgan natijalarini ko'rib turib, aqllarimiz lol qoladi. Qanday qilib shu narsaga ulgurgan ekan? Masalan, Imom Buxoriyda hayotini o'rgansak, bu kishi o'qib, o'rganib, bizga qoldirib ketgan ilmni va u kishi yashagan umrni bir-biriga olib kelinadigan bo'lsa, to'g'ri kelmas ekan. Ya'ni 63 yil umr ko'rgan bo'lsa, bu kishi qoldirib ketgan narsani 63 yilda eplab uddalashning iloji yo'q ekan. Qanday qilib ulgurdik bu narsaga degan savol hammamiz boshimizga qotiradi. Biz kerak bo'lsa 4 ta surani yodlamayapmiz. Kerak bo'lsa bir oddiy ishlarga ulgurmayapmiz. Diqqat. Agar bir kishining maqsadi, intilishlari oliy bo'lsa, mana shu oliy maqsadlarga yetish uchun qanaqa imkoniyat kerak bo'lsa, Alloh taolo shu bandasiga ato qiladi shuni. Yana qaytarib aytaman. Agar bir kishining maqsadlari, intilishlari oliy bo'lsa, oliy maqsadda yashasa, uning shu oliy maqsadiga yetish uchun oliy imkoniyat va oliy qudratlarni Robbisi ato qiladi. Endi tushunali bo'ldimi Buxoriy nimaga ulgurganiga? Har bir kishiga
uni talablariga yarasha imkoniyatlar ochib qo'yiladi. Masalan, bir odamni bor yo'q orzusi nima hozir? Sredniy odamni olinglar, o'rtacha odamni olinglar. Nima orzusi? Pul, xotin, mashina, uy, и всё. Shu narsaga yetadigan imkoniyatlar beriladi sizga. 8 silindrli motoringiz bor edi, 4 silindrli ishlaydi. Chunki orzu, umid, intilish, maqsad past edi-da. Shuning uchun 4 silindrdan o'tib ketasiz. Mendan 4 silindr turuvdi. Siz mana shu narsani ham, dinga, ummatga xizmat qilishni ham, xalqqa foydasi tegishini ham, ilm ma'rifatda bir cho'qqiga yetishlikni ham niyat qilsangiz, qolgan to'rttasi ham qo'shilar ekan demak. Tushunyapsizlarmi ukalar? Menga bo'ladi shu, qo'y. Tilshim o'tib turibdi. Xulosa, balandroq narsani orzusida bo'linglar, ukalar. Odamlarning hidoyatini xohlagan kishilarga Alloh azza va jalla aqliy, fikriy va bayoniy imkoniyatlarni beradiki, odamlar ko'rib hayron qoladi. 4 oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Bor shu o'z zamonimizda shunaqa odamlar bor. 7 oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Desa, seni bolang ham shunaqa bola. Sen ham shu havoda olib yuribsan. Maqsadni kattaroq qo'yda, birodar. Yetasan. Yetasan. Shuning uchun ayrim olimlarning qilgan ishlari, qoldirib ketgan ilmiy meroslarini o'qib o'rganib, bular qanday qilib to'plab, ulgurib, yozib ketgan ekan bu qisqa hayotida deb Imom Navoiy 45 ga kirib o'lgan. 45 ga. Lekin qaranglar qancha narsani qoldirib ketgan. Demak, maqsadni baland qilishlik kerak. Ular nima sababdan mana shunday bir martabaga erishdi? Mana shunday natijalarga erishdi? Maqsadlari oliy bo'lgan, oldilariga yuksak maqsadlarni, insonlarni haqqa yetaklash g'amini qo'ygan uchun. Bizga ham orzu umidlarimiz bor. Nimani orzu qilsak, Alloh taolo shunga yetadigan imkoniyatni albatta bizga ham beradi. Hunayn g'azotida musulmonlarning qo'liga juda katta g'anima o'ljalar tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu g'animalarni tarqatar ekan, hammaga g'animalardan tarqatdi. Juda katta g'anima edi. Faqat ansorlarga hech narsani bermadi. Bitta Abu Sufyonning o'ziga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. 100 ta tuya degani 100 ta mashina degani. 100 ta mashina degani. Men hisoblab chiqqanman buni. Payg'ambarimiz unga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya deganda Abu Sufyon islomga yangi kirgan, hali qalbi unaqa bir mustahkam bo'lmagan, qarab turib, "O'g'lim Muaviyaga ham" dedi. Hammaga berdi. Yangi kirgan kishilarga, arab qabilalariga, hatto Safon ibn Umayyaga ham berdi. Musulmon bo'lmagan holda chiqqan edi musulmonlar qatorida. Payg'ambarimiz unga 4 oy muhlat bergan edi. Lekin ansorlarga hech narsa bermadi. Shunda ansorlar xafa bo'lishdi. Rasululloh o'zini shahri Makkani oldi, o'zini qavmini oldiga keldi. Endi bizni unutib qo'ydi deb o'pkalashdi. Mana akalar, siyosiy krizis. Payg'ambar alayhisalomga 8 yillik ansorlik qilgan sahobalar, ansorlar Rasulullohdan o'pkalab, xafa bo'lib qolishdi. Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu kelib payg'ambarimizga: "Ya Rasululloh, ansorlar sizdan xafa bo'lishyapti" dedi. Nimaga xafa bo'lishadi? Hammaga berdingiz bu o'ljalardan, ularga bermadingiz dedi. Siz-chi, siz o'zingiz nima deysiz? Men nima derdim? Men ham qavmimni bitta odamaman dedi. Biz ham umidimiz bor edi shu g'animalardan olishlikka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlarni biriga to'plang dedi. Faqat ansorlar bo'lsin. Yig'ilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, mana endi qarang, bu muammoni yechishlikdagi hikmatda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning omonatini, risolatini yetkazadi. Bu kishi muammolarni yechishlikka ham hikmat kerak. Maqsadi Allohning roziligiga yetalashlikmi? Maqsad oliymi? Shu oliy maqsadga olib boradigan yo'lni ham, muammolarni yechadigan hikmatni ham Alloh taolo beradi. Ansorlar yig'ilishdi. Payg'ambarimiz ularga xutba qilib, Allohga hamd, o'ziga salovat aytib, aytdiki: "Ey ansorlar, men kelganimda Madinaga zalolatdami deylar? Alloh men tufayli hidoyat qildimi? Men kelganimda faqir edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni boy qildimi? Men kelganimda
tarqoq edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni boshinglarni bir qildimi? Men kelganimda mag'lub edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni g'olib qildimi dedi. Payg'ambarimiz ularga o'zini fazlini eslatdi. Shunday bo'lganmi dedi. Bizning tilda minnat qildi. Ansorlar payg'ambarimizning har so'ziga minnat va fazl Alloh va Rasulining haqqi, minnat qilish va fazl Allohning haqqi, payg'ambarning haqqi deb turishdi. Payg'ambarimiz keyin aytdi. Aytinglar. Agar xohlasanglar aytishingiz mumkin va shunday desanglar, rost aytgan bo'lasizlar. Ya Rasululloh, siz yurtingizdan quviluvdingiz, biz sizni qabul qildik. Faqir edingiz, molimiz bilan yordam berdik. Quvilgan edingiz, biz yordam ko'rsatdik. Desanglar, haq bo'lasizlar dedi. Payg'ambarimiz o'zini ham fazlini eslatdi ularga va ularning ham fazlini eslatdi. Ular esa minnat va fazl Alloh va Rasulining haqqi deb turishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkala tarafdan ham fazilatini eslatganidan keyin ularga qarab, odamlarning qalblarini islomga ulfat qilishlik uchun dunyoni matohini ularga berib yuborsam, mendan xafa bo'ldinglarmi? Sizlarni o'zlaringizni iymoningizga topshirgan edim. Axir sizlar odamlar qo'y-qo'zilarni uylariga haydab ketib, sizlar Rasulullohni o'zingizlar bilan olib ketishlikka rozi bo'lmaysizlarmi dedi. Men bularga berdim, qoladi dunyo bularga, men sizlar bilan ketaman. Shuni o'zi yetmaydimi dedi. Sahobalar dod deb yig'lashdi, birodarlar. Rozimiz ya Rasululloh, rozimiz deydi. Mana hikmat. Mana hikmat. Rasulullohning qilayotgan ishi katta, maqsadi oliy, Allohning roziligi. Endi shu muammolarni hal qilishga ham zo'r hikmatli yechimni Alloh taolo berib qo'ydi. Tushunarlimi? Melishni bo'lmaylik. Bir balatroq narsani ko'zga o'raylik. Faqat dunyoda lata-lutasi bo'lmasin. Bu-chi yo'lda bo'ladigan narsa. Agar Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ysangiz, ko'rasiz Robbingiz sizga qanday fazl inom ko'rsatadi. Bu melish bo'lib qoladi bu narsalar. Ketdimi? Ketdi alhamdulillah. Ketibdi alhamdulillah. Maqsad bu emas. Yugurganda tellashish tabiiy narsa, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Siz yuguring, tellash o'z-o'zidan bo'lgandek, Allohning roziligini birinchi o'ringa, dinni, ummatning xizmatini birinchi o'ringa qo'ying, bu yoqdagi narsalar o'z-o'zidan bo'ladi. Biz vositani maqsad qilib olganmiz. Biz instrument bo'lish kerak bo'lgan narsani maqsadimiz qilib olganmiz. Shuning uchun o'ralashib turibmiz o'rnimizda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida arablar dindan qaytib ketishdi. Shunda nima qilamiz? Ularga qo'shin tortib jang qilamiz ustiga borib yoki qo'yib turamizmi? Sahobalarning aksariyati ular musulmon, ularga qarshi qo'shin tortmaylik deyishdi. Mana qarang. Hozir to'g'ri siyosiy yechim qabul qilinmasa, ummat yo'q bo'lib ketadi. Hamma sahobalar urushmaylik deb turibdi. Bitta Abu Bakrga Alloh taolo urushlik, ularga qarshi qo'shin tortishlik ilhomini berdi. Chunki maqsadi oliy edi, problemani, muammoni yechimini ham hikmatli yo'lini Alloh taolo qalbiga soldi. Va alal oqibat Abu Bakrning chiqargan hukmi to'g'ri bo'lganligini vaqt ko'rsatdi. Bu tobiin Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ning xalifaligini oxirgi davrida dunyoga keldi. Otasi Muhammad ibn Abi Bakr Misrga vali qilib tayinlandi va mana shu joyda qatl qilindi. Uni farzandlarini Madinaga qaytarib olib kelishlik uchun Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning yana bir o'g'li Abdurrahmon ibn Abi Bakr Misrga keldi. O'zi hikoya qilib aytadi, amakim Misrga keldi, ikkalamizni ko'tardi, men bilan singlimni va bizni Madinaga olib keldi. Birodarlar, Madinaga kelganida bularni ammasi Oysha binti Abu Bakr o'zini inisi Abdurrahmon ibn Abu Bakrdan bularni olib ketib qoldi uyiga. Olib ketdi. Hayotda birodarlar qanaqa natijaga erishgan kishi bo'lsa, qarasangiz tarbiyani samarasi bo'ladi bu. Zo'r tarbiya berilganligi uchun mana shunday narsaga erishgan bo'ladi. Tarbiya kishining kelajagi uchun juda ham muhim. Farzandi bor odam boy odam. Farzandi bor odam boy odam. Ammo farzandini tarbiyasiga zo'r ehtimom, e'tibor qilgan ota baxtli ota.
farzandi bor ota boy ota, endi tarbiyasini zo'r qilib qo'ygan ota baxtli ota. Diqqat qilaylik birodarlar, dunyodagi eng katta boy bo'lishingiz mumkin, trillionlagan pulingiz bo'lishi mumkin, dunyodagi eng kuchli inson bo'lishingiz mumkin, eng katta diniy martabaga yetishgan bo'lishingiz mumkin. Ammo farzandingiz siz xohlagandek bo'lib inson bo'lib yetishmagan bo'lsa, siz baxtsiz insonsiz. Farzandlarini baxtsizligi tufayli otalar baxtsiz bo'ladi. Farzandlarini saodati tufayli Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq. Bu ulug' tobiinni dunyoga kelishligi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ning xalifaligini oxirgi davrlariga to'g'ri keldi. Qosim ibn Muhammadni Oysha onamiz roziyallohu anha o'zini uyiga olib ketdi. Bu ulug' ayol ummahatul mu'mininlarni afzallaridan bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan ayoli Oysha onamiz nima ish tutdi? Qosim hikoya qiladi. Bizni amakimizning uyidan o'zini uyiga olib ketib, o'zini qo'ynida tarbiya qildi. Undan ko'ra mehribonroq, shafqatliroq ota-onani ko'rmadim. O'zini qo'li bilan bizni ovqatlantirar edi, lekin biz bilan o'tirib ovqatlanmas edi. Agar oshib qolsa bizdan, ana shu oshib qolgan ovqatni yeb qo'yar edi. Bizni yuvintirar, sochlarimizni tarab qo'yar, kiyimlarining oppog'ini kiydirar edi. Bizga yaxshilikni o'rgatib, uni qilishlikka undar edi. Yomonligini bizga tanitib, undan qaytarar edi. Toqatimiz ko'targanicha Allohning kitobidan bizga talqin qilar edi va aqlimiz yetganicha payg'ambarimizning hadislaridan bizga rivoyat qilib berar edi. Agar ikki hayit bo'ladigan bo'lsa, yaxshiligini yana ham ziyoda qilar edi. Arafa kunining kechida meni sochimni qisqartirib, meni va singlimni yuvintirar edi. Tong yotganda esa yangi kiyimlarni kiydirib, Eid namozini o'qib kelishimiz uchun Masjidun Nabaviyga yuborar edi. Bu Oysha onamizning qilgan ishi. Ya'ni bu ulug' ayolni Qosim ibn Muhammadni tarbiyasiga bo'lgan e'tiborni ko'ring. Robbisini tanigan ayol. Hayotda o'zini vazifasini nima ekanligini tushungan ayol. Bunday ayolga ega bo'lgan erkak haqiqiy baxtli erkak. Chunki qarang, Robbisini taniydi, o'zini haqqini biladi, o'zini mas'uliyatini ham biladi erining oldida. Va qilish kerak bo'lgan ishini ham aniq biladi. Va mana shu narsani orqasidan yuradi. Zamonamizda ayollarni qarasangiz, unisini ham bilmaydi, ko'pchiligi bunisini ham bilmaydi. Allohni tanimaydi. Faqat haqqini biladi. O'lchovlar ko'chadagilardiki, falonchi unday qildi, po'kinchi bunday qildi, shunaqa qilib berasan. Shuning uchun birodarlar, mana uylanish arafasida turgan ukalar dindor bo'lsin. Allohni tanigan bo'lsin. Juda ham ilmli bo'lmasa ham mayli. Ko'p ham ko'chaga yugurmagan, 5 mahal namozini o'qigan, avratini yopgan, iffatini saqlagan bo'lsa bo'ladi. Agar ayol mana shunday bo'ladigan bo'lsa, uni qadrini bu dunyoda bir boyligi bilan, puli bilan o'lchab bo'lmaydi. Shuning uchun ukalar, birodarlar, uylanish arafasida turganlar farzandlaringizga ona bo'ladigan ayolni tanlashlikda qattiq e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu ayol bolani tarbiya qiladi. Uni axloqi, iffati, omonatdorligi, rostgo'yligi, ilmiy, ijtimoiy tarbiyasiga e'tibor berishlik kerak. Bu o'ta muhim va xatarli mavzu. Kunlarning birida deydi Qosim ibn Muhammad bizga oppoq kiyimlarni kiydirdi. So'ngra meni bir tizzasiga, singlimni esa ikkinchi tizzasiga o'tkazdi. Amakim Abdurrahmonni chaqirgan ekan. U kirgach unga salom berdi-da, so'ngra aytdi. Endi ukasiga gapiryapti. Allohga hamd aytdi Oysha onamiz, payg'ambarimizga salovat aytdi. Avval ham, keyin ham undan ko'ra bayoni shirinroq, so'zi go'zalroq na bir erkak va na bir ayolni ko'rmaganman. Oysha onamiz aytdi. Ey uka, bu ikki go'dayni sizdan uyimga olib ketganimdan beri mendan xafaligingizni ko'ryapman. Chunki Abdurrahmon, Abu Bakrning o'g'li Abdurrahmon bu ikkala jiyanini uyga olib kelib tarbiya qilmoqchi bo'lganida Oysha onamiz olib ketib qoldi. Men endi bir muddat boqib, bir necha yil o'tdi. Endi chaqirdi Abdurrahmonni. Vallohi men haddimdan oshganim uchun yo bularda haqqini ado qila olmaysiz deb yomon gumon qilganim uchun olib ketmovdim. Siz erkaksiz, ayollaringiz ko'p. Bu ikkala yosh bola
yosh bo'lganligi uchun o'zini xizmatini ado qila olmaydi. Ayollaringiz bulardan sodir bo'ladigan ishlarni ko'rib, tabiatlari ko'tara olmasligi mumkin edi. Shundan qo'rqdim. Bunday vaqtda ulardan ko'ra men haqliroman jiyanlarimga qarashlikka deb o'yladim. Mana endi ular ulg'ayib qolishdi. O'zlarining xizmatlarini o'zlari eplay olishadi. Endi olib ketavering dedi. Ammani qarang. Hozir odamlar o'zinikiga ham toqat qila olmayapti. Amakim Abdurahmon bizni uylariga olib ketdi. Shunday qilib, Bakri yigitni qalbi Ummul Mu'minin Oysha onamiz roziyallohu anhoning uyiga qattiq bog'lanib qoldi. Birodarlar, bola mehr ko'rishligi kerak. Onani mehrini uni suti bilan badaniga singdirishligi kerak. Mehr ko'rgan bolagina mehr ko'rsata oladi. Hozirda birodarlar, g'arb olamini qarasangiz, mana shu odamlarning o'rtasida o'zaro muomalalarda shafqat yo'q. Mehr yo'q. Bir-biriga bir bemehr, shafqatsiz bo'lib ketgan. Sababi nima, bilasizlarmi? G'arbda tug'ilayotgan bolalarni 60% benikoh tug'ilyapti ekan hozir. 10 tadan 6 tasi otasi kimligini aniq. Endi bunaqa yo'l bilan dunyoga kelgan bolalarni nima bo'lishini kutasiz? Eshitib, yoqayladi ushaysizlar, nima deydi? Odam go'shtini yeydigan bo'lib ketibdi. Erkak, ayolga ayol yaqinlik qiladigan bo'lib ketibdi. Qayerdan kelyapti bular, bilasizlarmi? Mana shunday bir noshar'iy yo'l bilan, harom yo'l bilan dunyoga kelgan bolalar. Mana men istab mana shu ma'lumotni topib keldim. Hozir shuni o'qib beraman. Kecha bu darsni tugatib qo'ysam bo'lar edi. Ammo bunga ulgurmas edim. 1960-yildan boshlab 2013-yilgacha bo'lgan statistika 100 ta tug'ilgan boladan 60-yillarda nechta valada zino tug'ilgan, benikoh, 2013-yilga kelganda nechtaga ko'tarilgan. Men bir 5 tasini, 6 tasini o'qib beraman. Eniga ko'rasizlar. Nimaga bular erkak yotsa hammasi normallik bu deyapti? Nimaga bular bunaqa iflos narsani qabul qilaveryapti? Nimaga bir aqlga sig'maydigan narsani bular tabiiy narsa deb qabul qilyapti degan savollarga shoyat javob toparsizlar. Bolgariya 1960-yilda 8 dona bola to'g'ri kelgan. 100 ta tug'ilgan chaqaloqdan 8 tasi valada zino bo'lgan. 2013-yilga kelganda 59,1%. Tug'ilayotgan bolalarning yarmidan ko'prog'i valada zino degani. Endi bulardan nimani kutasiz? Ikkinchi o'rinda Sloveniya 60-yilda 9 ta ekan, 100 taga haromdan tug'ilgan bola, hozir 58 ta ekan. Qaqa kerak qarab ketyapti bu g'arb. Uchinchi o'rinda Shvetsiya 11-3 ta ekan, hozir 54-4 taga to'g'ri kelar ekan. Bu-chi Rabdomda tug'ib, otasi kim desa otasini bilmayman deganlar. Bu rasmiy statistika, bir 20 ga yaqin manbadan olingan ma'lumotlar. O'shuning uchun biz qabul qila olmaymiz bularda hozirgi qadriyatlarini, peshqadamlik, taraqqiyot deyotgan va tushunchalarni biz qabul qila olmaymiz, chunki biz unaqa haromdan tug'ilmaganmiz biz. Bizni tabiatimiz ko'tarmaydi biz pokiza tug'ilganmiz. Ammo bular qabul qilaveradi. Qip yalang'och olib yurib miting o'tkazyapti, demonstratsiya. Nudistlar. Yalang'och tug'ilganmiz, yalang'och yurishimiz kerak. Erkak, ayol, yosh bola yalang'och yurishdi ko'chada, demonstratsiya qilib. Gey paradni qo'ying hali. Bu o'zlarini bergan statistikasi. 4-o'rinda Daniya. 100 taga 708 ta to'g'ri kelar edi, hozir 51.5. Modomiki yaxshilab bilib olinglar, dinimizda turar ekanmiz, biz turamiz o'rnimizda. Agar dinimizdan chiqib ketib qoladigan bo'lsa, biz bilan shularga kepatasiga kirib ketamiz. Alloh saqlasin. Mana bu Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Otasi onasidan ajralib qoluvdi, qaraydigan ammasi bor ekan, o'zini bolasidek tarbiya qilyapti. Haqni ko'rsatyapti, oq-qorani tanityapti. Qosim ibn Muhammad hikoya qiladi. Bir kuni ammam Oysha roziyallohu anhoga, "Ey amma, pardani ko'taring, menga Nabiy sallallohu alayhi vasallamni va ikki sohibini qabrini ko'rsating" dedim.
Oysha onamiz roziyallohu anhoning hujralarida payg'ambarimiz vafot etganlar va mana shu vafot etgan joyga ko'milganlar. Va mana shu joyga Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob roziyallohu anhumolar ham dafn qilingan. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidiga borib ziyoratga kirar ekanmiz, salom berib o'tamiz mana hoji akalar. Borgansizlar, ko'rgansizlar. U paytda Oysha onamizning hujrasida parda bilan to'sib qo'ygan edi. Qosim ibn Muhammad Oysha onamizdan so'radi. Ko'zdan berkitish uchun to'sib qo'ygan edi. Men uchun ularni ochdi. 3 ta qabr. Kimlarda qabri? Hidoyat nurini bizga olib kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni, Abu Bakrni va Umar ibn Xattobning qabrlari. Chiroyli ketishdi. Payg'ambar rozi bo'ldi ulardan. O'zlari rozi bo'ldi Robbisidan hayotidan. Alloh ham ulardan rozi bo'ldi. Ular qiyomat kuni oladigan mukofotini kutib yotishibdi. Biz nimani kutib yotamiz, birodarlar? Men Rasulullohning qabri qaysi deb so'radim. Oysha onamiz qo'li bilan ishora qilib, "O, ana bunisi" dedi-da, ko'zga yosh keldi. Va men ko'rib qolmasligim uchun tezda aytib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabri qolgan 2 qabrdan muqaddam turar edi. Meni bobom Abu Bakrning qabri qaysi deb so'radim. Ona deb ko'rsatdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bosh tarafida oldiga ko'milgan edi. Bu Umarning qabrimi deb so'radim. U ha dedi. Umar ibn Xattobning boshi bobomning biqini yonida, Rasulullohning oyoq tomoniga yaqin edi dedi. Ilmiy manzilati. Bu Bakri yigit ulg'a edi. Qur'onni yod oldi. Alloh qodir qilganicha payg'ambarimizning hadislarini Oysha onamizdan o'rgandi. So'ngra Masjid-i Nabaviyni o'ziga lozim tutdi. Har bir masjidda, har bir ustuni oldida bittadan ilm halqasi bor edi. Abu Hurayra, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Zubayr, Abdulloh ibn Habbob, Rofi ibn Hudayj, Umar ibn Xattobning mavlosi Aslam roziyallohu anhum ajmain. Ulardan mana shu ulug' olim sahobalardan ilm oldi. Mushtahid olimlar martabasiga yetdi. O'zining zamonasini eng yirik olimlardan bo'ldi. Qarang, tobiinlarning hammasini gapirganimizda nimani gapiramiz bitta? Hammasida bor shu narsa. Ilmli bo'lgan. Ey ukalar, ilmli bo'linglar. Ilm o'qinglar. Ilmi komil bo'lgach muallimlik qildi. U va uning xolasining o'g'li Solim ikkalasi Madinaning 2 ta ishonchli imomiga aylandi. Odamlar bu ikkisidagi taqvo va xudojo'ylikni ko'rib, ularning so'zlariga quloq tutishdi. Insonlarning qalbidan ular joy olishdi. Banu Umayyaning xalifalari ham, valiylari ham Madinaning ishlarida ularning maslahatiga quloq tutishar edi. Ana shu davrda xalifa bo'lib turgan Valid ibn Abdul Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidini kengaytirmoqchi bo'ldi. Ana shu paytda Madinaning valisi Umar ibn Abdul Aziz edi. Xalifa mana shu maqsadini bayon qilib, xat yozib valiga jo'natdi. Bu maqsadini amalga oshirishlik uchun masjidni to'ra devorni buzishligi kerak. Payg'ambarimizning ayollarini, hujralari ham masjid ichiga o'tib ketishligi kerak. Endi masjidni buzaman desa, ayrim odamlarga, Madina ahliga yoqmasligi mumkin. Shuning uchun vali Umar ibn Abdul Azizga maktub yozib, shunday dedi: Masjid-un Nabaviyni 200 ga 200 ziro qilib kengaytirmoqchiman. 200 ga 200. Uning 4 devorini buzib, Ummahatul Mu'mininlarning hujralarini uni ichiga ol. Atrofdagi uylarni sotib ol. Agar qodir bo'lsang, qiblani ham oldinga sur. Qibla tomonni ham oldiga jildir. Tog'alaring Hattob urug'i oldidagi manzilating sababli shu ishda uddal olasan. Agar Madina ahli senga qarshilik qilishsa, rozi bo'lishmasa, Qosim ibn Muhammad va Solim ibn Abdulloh ibn Umarlarning yordamiga murojaat qil. Ularni mana shu ishda sherik qil. Chunki xalq bularning gapiga ergashadi. Odamlarning uylarini narxini to'lashda saxovat ko'rsat. Yaxshi pul to'la masjid uchun. Chunki sendan avvalgi salafus sodiqlar Umar ibn Xattob ham, Usmon ibn Affon ham mana shu ishni qilishgan. Masjidni ular ham kengaytirishgan. Vali Qosim ibn Muhammad va Solim ibn Abdullohni va Madinani ko'zga ko'ringan kibor kishilarni chaqirib, ularga maktubni o'qib berdi. Ular xursand bo'lishdi. Ular xursand bo'lib, mana shu buyruqni amalga oshirishga o'zlari ham kirishdi. Mana bu ikki muborak olim, tobein ham
masjidni devorlarini buzishlikda shaxsan o'zlarini ishtirok etishdi. Endi ularni ko'rganidan keyin Madinaliklar ham iqbol qilishdi bu ishga. Diqqat. Rum podshosi Amirul Mu'mininni masjidga qilayotgan harakatini, masjidni yangilamoqchi bo'layotganligini eshitib turib 200 ming misqol oltin yubordi. Yana Rum yeridagi eng mohir quruvchilardan 100 kishini ham bunga qo'shimcha qildi. Bu bilan xalifani qalbini kasb qilmoqchi bo'ldi. Musulmonlarning qalbini kasb qilishlik uchun sarflagan ekan pullarni. Hozir nima bo'lyapti olamda? Bilamiz nima bo'lyapti. Hozir musulmonlar ana shu kofirlarning qalbini kasb qilishlik uchun nima ishlar qilishmayapti. Bir davrlar bo'lgan ekan, musulmonlarning qalbini kasb qilgani ular haris bo'lgan ekan. Bularni hammasini xalifa Madinaga Umar ibn Abdulazizning oldiga yubordi. Shunday qilib vali Umar ibn Abdulaziz buyruqni amalga oshirdi. Uni mavqiflaridan. Bir kuni Minoda turar ekan, odamlar uni atrofida savol berishdi. Ayrim savollariga bilmayman deb javob berishdi. Odamlar hayron bo'lishdi. Qosim ibn Muhammad bilmaydimi shu narsani? Shunda bu ulug' tobiin nima dedi? Vallohi sizlar so'rayotgan hamma narsani bila olmaymiz. Agar bilsak yashirmaymiz. Bilsak, yashirsak bu bizga halol bo'lmaydi. Allohning haqlarini bilgandan keyin bilmagan narsasini ham bilaman deyishdan ko'ra kishini johil bo'lib yashagan yaxshiroq dedi. Qaytaraman. Biz fatvo berishga ustob ketamiz-ku. Bilmayman deb qo'yish yarim ilm. Men bilmayman ekan bu narsani deb qo'yish yarim ilm. Gapni qarang. Allohning haqlarini tanigandan keyin bilmagan narsasini ham bilaman deyishdan ko'ra hech narsani bilmasdan johil bo'lib yashagan yaxshiroq dedi. Fatvo bergan shoshilmaydi. Bilmaymizmi? Bilmayman deb qo'yavering. Avtoriteti tushib qolmaydi bu bilan. Aksincha, bilmagan narsasini bilmayman degani kibr qilmayapti deydi, hurmatingiz oshadi. To'g'rimi? Mashhur qissa, 2 oylik masofani bosib, bir jamoa odam Imom Malikning oldiga kelishdi. Ular bu imomga 73 ta savol tayyorlab kelishgan edi. Ayrimlarga javob berdi, ayrimlarga bilmayman dedi. Hayron bo'lishib, Imom Malik bo'lib turib bilmaysizmi deyishdi. Imom baland ovozi bilan, o'zing tomondagilarga borib hammasiga e'lon qil. Imom Malik falon masalani bilmaydi ekan. Aytaver qo'yma dedi. Ya'ni bilmayman deyishlik nima emas ekan? Ayb emas ekan. Bilmayman degan so'zni faqatgina taqvoli ilmli odam ayta oladi. Bilmayman deyishligi bu katta narsa. Agar bir odam hamma yo'qni bilaman desa, bu odam hech narsani bilmaydi ekan. Men bilaman, men uje olimman dedingizmi? Bo'ldi siz johilsiz. Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakrni ajali erta keldi. Hajni qasd qilib ketar ekan, dunyodan chiqib ketadigan vaqt yaqin bo'ldi. O'limi yaqinligini sezgach, o'g'liga qarab aytdiki, agar men o'lsam dedi, o'zim namoz o'qigan kiyimlarimda meni kafanlagin. Chunki mana shu narsa bobong Siddiqni kafani bo'lgan edi. So'ngra lahadimni tekis qilganda ahlingga borib ketaver. Meni qabrim ustida turib, bu odam palonchi, palondoq edi demanglar. Men hech kim emas edim dedi. Kamoli bu ulug' tobiinni kamtarligidan bu. Meni maqtamanglar, men hech kim emas edim dedi. Xotima. Kimgadir mansab eshigi yopiq bo'ladi. Kimgadir moli davlat eshigi yopiq bo'ladi. Kimgadir nasl-nasab eshigi yopiq bo'ladi. Ammo har bir odam uchun ilm eshigi ochiq bo'ladi. Moling bo'lmasa ilm o'qi. Nasl-nasabli bo'lmasang ilm o'qi. Mansabsiz bo'lsang ilm o'qi. Hikmatda aytiladi, agar dunyo istasang ilm o'rgan. Agar oxiratni istasang ilm o'rgan. Ikkalasini teng istasang ilm o'rgan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga foydali ilm ato etgan bo'lsin va mana shu ulug' tobiinlarning hayotini eshitib o'zimizga ibrat olishlikni nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi